Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun men sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz akademik halollik. Xabarlaringiz bor, hozir iqtisodiyotimiz yaxshi rivojlanib kelyapti. Buni rivojlanishni yanada barqaror qilaman desak, kelajakda bir yaxshi hayot kechirmoqchi bo'lsak, albatta bu sohaga yuqori malakali kadrlarni yetkazib berishimiz kerak. Yuqori malakali kadrlar deganda birinchi navbatda shu o'zini sohasida chuqur bilimlarga ega bo'lgan, mustaqil fikrlaydigan biz bitiruvchilarni ko'z oldimizga keltiramiz. Har bir sohani demak chuqur o'rganish uchun albatta mana shu o'zini oldiga qo'yilgan o'qituvchilar tomonidan, professor o'qituvchilarimiz tomonidan talabalarning oldiga qo'yilgan ma'lum bir vazifalar bor. Buni talabalarni ana shu vazifalarni halollik bilan o'zi buni bajarishi bu akademik halollik deyiladi. Akademik halollikda demak akademik qoidabuzarliklar bilan baholanadi. Akademik qoidabuzarliklardan eng kattasi bu plagiat hisoblanadi. Hozir ta'limda juda keng tarqalgan plagiat. Plagiat nima bu? Birinchi navbatda internetdan to'g'ridan to'g'ri foydalanib mustaqil ishlarni bajarish yoki uy vazifani bajarish yoki iqtibosliklarni keltirib, lekin unga manbalarni ko'rsatmaslik, bu ham bu akademik qoidabuzarlikka kiradi. Yoki kitobdan ma'lum bir qismini ko'chirib olish va iqtiboslik yoki manbalarni ko'rsatmaslik, bu ham demak mana shu akademik qoidabuzarlikka kiradi. Dunyodagi yetakchi davlatlarda bunaqa plagiat uchun o'qishdan chetlattiriladi. Ayrim davlatlarda plagiat uchun umrbod imtihonlardan chetlashtiriladi. Bu juda katta jiddiy jinoyat ko'rinishida qaraladigan bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Ikkinchi bir qoidabuzarlik, buni butun dunyoda cheating deyiladi. Imtihonlarga shpargalka olib kelish yoki telefonlardan foydalanish yoki naushniklardan foydalanish yoki imtihon paytida masalan internetda agar javob berilayotgan paytda Google'dan foydalanib javob berish, bularning barchasi juda jiddiy qoidabuzarlikka kiradi. Bu usulda foydalangan talabalarni ham imtihonlari natijasi bekor qilinadi. Ayrim universitetlarda umuman umrbod imtihonlaridan chetlashtiriladi. Yana bir jiddiy akademik jinoyatchilik bu kollyuziya deyiladi. Bunda dissertatsiyalarni sotib olish, ya'ni tayyor dissertatsiyalarni kimgadir yozdirib, uni himoya qilish, referatlar yozish xizmatlarini tashkil etish, bundan tashqari yakka holatda bajarilishi kerak bo'lgan ishlarni guruh asosida bajarilishi, barchasi jiddiy akademik qoidabuzarlikka kiradi. Mana hozir keyingi paytlarda ko'p kuzatilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa guruhlar shakllantirilgan, dissertatsiyalar yozib beramiz, maqolalar yozib beramiz, referat yozib beramiz degan mavzuda e'lonlar chiqyapti. Ularning barchasi demak kelajakda bu jiddiy qoidabuzarlik deb qabul qilinib, ularni oldini olish bo'yicha maxsus platformalar ishga tushirilish bo'yicha hozir ishlar olib borilyapti. Buni sun'iy intellekt politsiyasi deb hozir atalyapti. Ana shu sun'iy intellekt politsiyasi platformasi yo'lga qo'yilgandan keyin mana shunga o'xshagan akademik qoidabuzarliklarni oldini olish bo'yicha bir amaliy ishlarni ko'rishimiz mumkin. Siz talabalarga mening tavsiyam, kelajakda oliy ta'lim muassasalarini bitirgandan keyin bir sohani mutaxassisi bo'lib chiqasizlar. Sizlar bo'lg'usi rahbarsizlar. Sizlar bitta olim bo'lib, bitta yangi yo'nalishni yaratadigan odamlarsizlar. Demak, kelajakda mana shu iqtisodiyotimizni rivojlanishiga siz katta hissa qo'shishingiz uchun hozirdan akademik halollikni o'zingizga bir qonun sifatida qabul qilib olishingiz kerak. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida kurslar mavjud. Ya'ni maqolalar yozish bo'yicha, dissertatsiyalar yozish bo'yicha kurslar tashkil etilgan. Mana shu kurslarga faol qatnashib, bu maqola qanday yoziladi, tezis qanday yoziladi, dissertatsiya qanday yoziladi, ularni tartibi bo'yicha o'rgansangiz, albatta bunga o'xshagan qoidabuzarliklar sizlar qilmaysizlar degan umiddaman. Salomat bo'linglar.